gazni sezishi, iskursdan skursga olishi ancha aqlli bo'ldi lekin. Daqillashlar akamiz ekan mana ko'p kelgan ekanlar. Aka, sizda nima muammolar bo'lyapti? Mashinamda bo'layotgan muammo, mana shu obgon qilayotgan paytimda skursdan skursga olayotganda daqillab olyapti и zavod qilayotganimda cho'zib zavod qilyapti. O'shani sizlarni ko'rib keldim. Xudo xohlasa chiroyli qilib bersanglar xursand bo'laman. Bo'ldi, hozir bu yerda ishlayotgan parametrlarni ko'rib chiqamiz. Nimadir alishtirishga hojat yo'q. Hop, buni hozir programma orqali to'g'rilaymiz. Korobka motor programma qilamiz. Yurib, yaxshi bo'lsa yaxshi deysiz, yomon bo'lsa yomon deysiz, aka. Hozir qolganini jarayonni qo'yib boramiz. Programmalar tayyor bo'ldi. Chislasi ham bugungi kun bilan o'zgaradi. 29-chisla noyabr 11-oy. Mana uje 25, 11, 29 bilan tushdi programmasi ham. Endi bu yo'g'ini yurib tekshiramiz qanaqa urishini. Hop, hozir jentramiz bo'ldi. Motor korobka polni programmasini qildi. Endi test qilib, hozir akamiz ham o'zlaridan eshitamiz. Aka, bitta bosib ko'ring razgon bilan. Qanaqa bo'lyapti endi skorost? Vashim zo'r bo'ldi, bor gap yo'q. Ancha o'zgaribdi uje. Gaz sezishlari yaxshi. Gazni sezishi, iskursdan skursga olishi ancha aqlli bo'ldi lekin. Daqillashlar yo'q bo'ldi uje. Bo'ldi, yoqqan bo'lsa xursandmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomer qoldiramiz, telefon qilib ko'rasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.